Ko'pgina dizel dvigatelli avtomobil haydovchilari oddiydak tuyuladigan ba'zi yomon odatlarni qabul qilib, sekin-asta dvigatellarni ishdan chiqarayotganliklaridan bexabar. Dizel dvigatellari kuchli, ishonchli va uzoq muddatga mo'ljallangan, lekin faqat ularga to'g'ri munosabatda bo'lsangizgina. Aslida, haydash uslubingiz dvigatelingizning 500 ming kilometrgacha xizmat qilishiga yoki hatto 150 ming kilometrga yetmasdan ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga dizel dvigatelingizni ishdan chiqaradigan va ko'pchilik haydovchilar o'zlarida borligini hatto sezmaydigan 5 ta hayratlanarli darajada keng tarqalgan haydash odatini aytib o'taman. Agar siz dizel dvigatelli avtomobil haydasangiz, buni o'tkazib yuborishingiz mumkin emas. Birinchi odatdan boshlaymiz. Tez-tez qisqa masofalarga qatnash. Dizel dvigatellari yuqori haroratda ishlash uchun mo'ljallangan va ular optimal ish haroratiga yetib olishi uchun vaqt kerak. Lekin agar siz doimiy ravishda qisqa masofalarga qatnasangiz, masalan, ishga bir necha kilometr yo'l yursangiz, supermarketga tezda borib kelsangiz yoki bolalarni maktabga tashlab qo'ysangiz, dvigatelingiz hech qachon kerakli haroratga yetib bormasligi mumkin va bu katta muammolarni keltirib chiqaradi. Avvalo, bu chiqindi gazlarni qayta aylantirish uchun mas'ul bo'lgan egir tizimida kuyundi to'planishiga olib keladi. Baft otishi bilan bu qatlam havo oqimini cheklaydi, unumdorlikni pasaytiradi va oxir-oqibat dvigatelning ishdan chiqishiga olib keladi. Va bu hali hammasi emas. Qisqa masofalarga qatnash, shuningdek, zarrachalar filtri FABning to'g'ri regeneratsiya bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Bu shuni anglatadiki, yonmagan yoqilgi va kuyundi filtrda to'planib, tiqilib qolish va qarshi bosimni keltirib chiqaradi. Va yana moy masalasi ham bor. Agar dvigatelingiz yetarlicha qizimasa, kondensatsiya va yonmagan yoqilgi moy bilan aralashib ketishi mumkin. Bu esa uning dvigatelni himoya qilish qobiliyatini pasaytiradi va eskirishni tezlashtiradi. Xulosa qilib aytganda, qisqa masofalarga qatnash dizel dvigatellari uchun jim dushman hisoblanadi. Agar dizel dvigatelli mashina haydasangiz, qatnovlaringizni birlashtirishga va uzoqroq masofalarga yurishga harakat qiling. Shunda dvigatelingiz to'liq qiziydi va yaxshi sharoitda ishlaydi. Ikkinchi odat, dizel dvigatelingizni uzoq vaqt davomida bo'sh holatda ishlatib qoldirish. Ko'pgina dizel dvigateli egalari bo'sh holatda ishlash zararsiz, hatto dvigatel uchun foydali deb o'ylashadi. Axir yuk mashinalari doim bo'sh holatda ishlab turadi-ku, shunday emasmi? Lekin haqiqat shundaki, uzoq vaqt davomida bo'sh holatda ishlash jiddiy zararlarga olib kelishi mumkin. Dizel dvigatelingiz juda uzoq vaqt bo'sh holatda ishlaganda, yoqilgi samarali yonmaydi. Bu porshenlar va forsunkalarda uglerod qatlamining to'planishiga olib keladi. Bu esa eskirishni oshiradi va unumdorlikni pasaytiradi. Bu shuningdek FAB zarrachalar filtri kuyaning odatdagidan tezroq to'planishiga olib keladi. Bu esa tez regeneratsiyani talab qiladi yoki undan ham yomoni, qimmat almashtirish ishlarini majburiy qiladi. Ammo eng jiddiy muammo bu yoqilgining suyulishi. Past aylanish tezligida, ayniqsa sovuq dvigatelda bo'sh holatda ishlaganda, yoqilgi porshen halqalari orqali o'tib, dvigatel moyi bilan aralashib ketishi mumkin. Bu moyni suyultiradi va uning dvigatel qismlarini moylash va himoya qilish qobiliyatini pasaytiradi. Unchalik yaxshi emas. Shuning uchun, agar siz bir necha daqiqadan ko'proq to'xtab tursangiz, dvigatelni o'chiring. Bu yoqilgini tejaydi va dvigatelingizning ishlash muddatini uzaytiradi. Uchinchi odat, bu e'tiborsiz qoldirish xavfli darajada oson bo'lgan odat. Ko'pgina dizel dvigatelli avtomobil haydovchilari bu dvigatellar mustahkamligi va zamonaviy sintetik moylar sifatliroq bo'lgani uchun moy almashtirish oraligini 15 ming, hatto 20 ming kilometrgacha cho'zish mumkin deb o'ylashadi. Rostini aytsam, ko'pincha ishlab chiqaruvchi yoki texnik xizmat ko'rsatish fonlanmasi ham aynan shuni tavsiya qiladi. Lekin haqiqat shundaki, agar siz dizel dvigatelingizning uzoq muddatli sog'ligini o'ylasangiz, bu juda uzoq muddat. Dizel dvigatellari benzinli dvigatellarga qaraganda qizibroq, kuchliroq ishlaydi va ancha ko'proq yuklamalarga duchor bo'ladi. Moyingiz nafaqat harakatlanuvchi qismlarni moylaydi. U kuyunda dvigatel bosh turganda yoqilgi bilan suyulish va egir hamda FAB kabi ifloslanishga qarshi tizimlarning kimyoviy chiqindilari bilan kurashish kerak. Vaqt o'tishi bilan bu ifloslantiruvchi moddalar to'planib qoladi va hatto yuqori sifatli sintetik moy ishlatsangiz ham, moyning dvigatelni himoya qilish qobiliyatini pasaytiradi. Xo'sh, moyni almashtirish uchun maqbul oraliq qancha? Har 8 mingdan 10 ming kilometrgacha bo'lgan masofani mo'ljallang. Ayniqsa agar siz tirkama tortsangiz, qisqa masofalarga qatnasangiz, dvigatelni tez-tez bo'sh holatda ishlatib tursangiz yoki changli va og'ir sharoitlarda yursangiz, bu dvigatelingizni toza va yaxshi moylangan holda saqlash uchun maqbul oraliqdir. Moyingiz ko'zga ko'rinadigan darajada ifloslanishini kutmang. Dizel dvigatellarda bu tez sodir bo'ladi va bu normal holat. Asli muammo biz ko'ra olmaydigan narsalar, mikroskopik eskirish, kislotalilik va yoqilgi bilan suyulish. Endi 4-odat haqida gaplashamiz. Dvigatel hali sovuq bo'lganda keskin tezlanish. Vaziyatni tasavvur qilib ko'ring. Dizel dvigatelingizni ot oldirdingiz. U butun tun davomida turdi. Moy esa sovuq va quyuq. Va shu zahoti avtomagistralga chiqib, gaz pedalini bosasiz. Shundan keyin sodir bo'ladigan narsa yaxshilikka olib kelmaydi. Dvigatel sovuq bo'lganda, moy hali to'liq aylanib ulgurmagan bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, porshenlar, silindr devorlari va turbokompressor kabi muhim qismlar yetarli darajada moylanmasdan ishlaydi. Bu tirnalishlarga qizib ketishga va muddatidan oldin eskirishga olib kelishi mumkin. Dizel dvigatellari yuqori bosim ostida ishlashini unutmaslik kerak. Shuning uchun hamma narsa yaxshilab qiziguncha to'liq quvvat bilan tezlashish qo'shimcha stressni keltirib chiqaradi va vaziyatni yanada yomonlashtiradi.
Ayniqsa turbo bunga juda sezgir. U juda yuqori tezlikda aylanadi va to'g'ri moylanmasdan turib uni qattiq zoriqtirish uning ishlash muddatini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin. Xo'sh, yechim qanday? Oddiy. Dvigatelingiz optimal ish haroratiga yetguncha gaz pedaliga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bu moyning suyuqlashishi va oz vazifasini to'g'ri bajarishi uchun vaqt beradi. Bu kichik o'zgarish, lekin u katta farq qiladi. 5-odat. Bu hatto tajribali haydovchilar ham ko'pincha e'tiborsiz qoldiradigan narsa. Turboni sovishiga yo'l qo'ymaslik. Avtomagistralda uzoq yo'l bosgandan, tirkama tortgandan yoki shiddatli haydashdan so'ng turbongiz juda qizib ketadi. Agar siz dvigatelni darhol o'chirib qo'ysangiz, turbodagi moy tom ma'noda qovurila boshlaydi. Bunga moyning kokslanishi deyiladi. Vaqt o'tishi bilan bu moy kanallarni to'sib qo'yadigan, sovutishni kamaytiradigan va turbo podshipniklarni ishdan chiqaradigan qattiq uglerod qatlamlarni hosil qiladi. Turbongiz ishdan chiqqach, siz katta ta'mirlash xarajatlariga duch kelasiz. Bu osongina bir necha ming yevroni tashkil qilishi mumkin. Lekin yaxshi xabar shundaki, buni oldini olish oson. Qattiq haydovdan so'ng dvigatelingizni shunchaki 360 soniya davomida bo'sh holatda ishlashiga qo'yib bering. Bu turboda moy aylanishini ta'minlaydi va uning asta-sekin sovishiga imkon beradi. Bu esa ko'kslanishning oldini oladi va turboning uzoq umr ko'rishini saqlaydi. Ba'zi dizel avtomobillari aynan shu sababli turbo taymerlar bilan jihozlangan. Ammo sizning avtomobilingizda bunday bo'lmasa ham, qisqa vaqt bo'sh holatda ishlash katta farq qilishi mumkin. Bonus sifatida ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan bir odat haqida gaplashaylik. Yoqilgi sifatini e'tiborsiz qoldirish. Barcha dizel yoqilgilari bir xil emas va sifatsiz yoki ifloslangan yoqilgidan foydalanish dvigatelingizni ichkaridan yo'q qilishi mumkin. Iflos yoqilgi injektorlarini tiqib qo'yishi, yuqori bosimli nasosni shikastlashi va filtrlaringizni ifloslantirishi mumkin. Suv bilan ifloslanish ayniqsa xavflidir. U yonilg'i tizimida korroziyani va noto'g'ri yonish jarayonini keltirib chiqaradi. Va barcha yoqilgi quyi shoxobchalardagi dizel yoqilgisi sifatli deb o'ylamang. Ba'zilari tejamkorlik qilishadi yoki ularning sigimlari yaxshi saqlanmagan bo'ladi. Shuning uchun ishonchli shoxobchalarda yoqilgi quyish, kerak bo'lganda yoqilgi qo'shimchalaridan foydalanish va suv ajratgichingizni muntazam tozalab turish muhimdir. Dizel dvigatellari to'g'ri ishlashi uchun toza va bosim ostidagi yoqilgiga muhtoj. Ularga eng yaxshisini bering. Ushbu 5 odat: qisqa masofaga qatnash, dvigatelni uzoq vaqt bekor ishlashga qoldirish, sovuq dvigatelda keskin tezlanish, qizigan turboni darhol o'chirish va sifatsiz yoqilgidan foydalanish arzimasdek tuyulishi mumkin. Ammo bular dizel dvigatellarning muddatidan oldin ishdan chiqishining asosiy sabablaridan biridir. Yaxshi xabar shundaki, bularning barchasidan qochish mumkin. Dizel dvigatelingizga yaxshi qarang. U sizga unumdorlik, quvvat va uzoq umr ko'rish bilan javob qaytaradi.